Mana oxirgi 1 minut qoldi. Undan keyin mana bu 0-0 o'zgaradi. Mana shu bugungi 24 soatga beradigan vaqtini ko'ramiz hozir. Sekund kutsak, qani bugun ishqi vaqti qancha beradi? Taxograf. Mana 9 soat bo'ldi opshim. 10 soat haydashga rul. Mana bu kilovatcha bilan istalgan 15 soat opshi vaqt. Yuklash, tushirish, malatok. Shu narsalarga. Ana endi bitta pastga bosib ko'ramiz. 9 soat bo'ldi. Nazat. Strana ochamiz. Водитель 1. Начало страна. Окей. Хорватия начало страна. 9 dan 12 ta. Be 19 12 8 dan 4 ta. Adashibman. Men yana bossa endi ochmaydi. Nazat. Ok. Ana endi mana buni ko'ryapsizlar, kilovatcha. Ana shuni водитель 1 da bitta bosamiz, ikkita bosamiz, mana malatok. Ana endi mana hozir bitta bosib qaraymiz, hozircha 0-0 malatok. Hech bo'lmasa 3 minut bo'lish kerak. 5 minut bo'lsa undan ham yaxshi. 9 soat 1 minut dam oldik. Kechaki yurganimiz oxirgi marta 45 daqiqadan keyin, pauzadan keyin 4 soat 12 minut. Mana bu 2 haftaga, ikkita mana bu chiziqcha 2 haftaga 60 soat bugun.